Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan biz istalgan brauzerlardan foydalangan holatda Tinkercad onlayn platformasidan ro'yxatdan o'tishni o'rgatib ketamiz. Buning uchun ana shu xohlagan brauzerimizni tanlaymiz. Internet, Yandex, Chrome, Google. Ya'ni menda bor hozir Google ekan. Qidiruv bo'limiga tinkercad.com yozamiz ustozlar. Qidiruvni bosamiz. Va mana bu logotip bilan Tinkercad chiqadi. Shuni ustiga bosamiz ustozlar. Va bu yerda Tinkercadning o'zini oynasi kelib chiqadi. Hop, 10 burchagini eng tepasida ustozlar login sequp o'tish, ro'yxatdan o'tish bor. Login ro'yxatdan o'tish, sequp esa faqat ana shu oldin kirgan o'qituvchilar uchun Tinkercadda sequp tanlash mumkin. Biz birinchisini tanlaymiz va bu yerda maktab uchun va shaxsiy kirish uchun yo'lakchalar mavjud. Ikkita yo'lakcha o'qituvchilar uchun, kodi bor student, ya'ni talabalar uchun, student akkaunt uchun. Ya'ni biz student ham emasmiz. Biz kimnidir nomidan foydalangan holatda kirmayapmiz. Ikkinchi bo'lib va edukator, o'qituvchilar orqali ham kirmayapmiz. Va eng pastida on your own, ya'ni shaxsiy foydalanish uchun personal akkaunt tanlaymiz. O'zimiz yangi akkaunt ochishimiz kerak bu yerda. Ya'ni o'zimiz foydalanishimiz uchun. Buni bosamiz ustozlar. Va sign in with Google. Ikkinchi bo'limni tanlaymiz ustozlar. Mana sign in Google tanlaymiz. Tanlaganimizda bizda mana shu Google akkauntimiz aks ettirilgan bo'ladi bu yerda. Tabii shuni o'zimizdan akkauntimizni tanlaymiz va faol akkauntni tanlashni tavsiya qilaman ustozlar. Va bu yerda davom etish qadar. Va bu yerda Autodex kompaniyasi tomonidan, ya'ni Tinkercad hindistonliklar yaratgan bo'lsa ustozlar, Autodex kompaniyasi sotib olgan. Va ana shu sizdan ma'lumot so'rayapti. Qayerliksan va qachon, qayerda tug'ilgansan? Hop, O'zbekiston, mana ustozlar va tug'ilgan sanalarimiz. O'tish bo'limini tanlaymiz ustozlar. Continuous, kirishga ruxsat. Va bu yerda ustozlar mana kirishimiz oson bo'ldi. tinkercad.com da sizlar uchun ustozlar dashbord ochildi. Dashbord, ya'ni link ochildi. Shaxsiy linkingiz bu yerda ochildi. Xo'p, endi bu yerda ana shu Tinkercaddan foydalanishni ustozlar keyingi darslarimizda davom ettiramiz. Ustozlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'quvchilarga bilim berishda ustozlar charchamanglar. Bu loyihani biz oldin ham o'ylab yurgan edik. Ustozlarga foyda bo'lish uchun buni sizlarga ma'lumot beryapmiz bu haqida. Ustozlar omon bo'linglar. Kattakon rahmat. Darslarimizda faol ishtirok etinglar ustozlar. Rahmat e'tiborlaring uchun.